TTM imtihonlariga ham 50 kun qoldi va siz tarix majburiydan 10 tadan 10 ta ishlamoqchisiz. Aynan biz siz uchun 50 kunlik challenge e'lon qildik. Ya'ni bu challenge-da biz tarix majburiy bo'yicha har kunlik savollarni berib boramiz. Bugun aynan birinchi savollarni ko'ramiz. Xo'p, bugun birinchi darsimizda tarix majburiydagi eng ko'p tushadigan savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisini ishlaymiz. 2007-yilda respublikamizda qaysi shaharning 2000 yillik yubileyi nishonlandi? Bu yerda variantlarda Termiz, Toshkent, Marg'ilon, Qarshi bilamiz. Toshkent 2200 yoshda, Marg'ilon aynan bu 2000 yillik yubileyi 2007-yilda nishonlangan. 1936-yilda qaysi shaharda o'zbek musiqa vokal san'atining rivojlanishida muhim rol o'ynagan davlat konservatoriyasi ochilgan? Buxoroda bilamiz konservatoriya yo'q, Xivada, Farg'onada ham emas, balki Toshkentda ochilgan. 1896-yilda qaysi shaharda birinchi gimnaziya ochilib, zamonaviy fanlar, kundalik turmushda zarur bo'lgan bilimlar o'qitilgan? Variantlarda kelgan Toshkent, Buxoro, Nukus va Samarqand. To'g'ri javob aynan 1896-yilda Toshkentda gimnaziya ochilgan. Xo'p, Buxoro yaqinidagi Jo'ybor qishlog'ida yashovchi Shayx Muhammad Islom ko'magida Buxoro taxtini egallagan shaxsni toping. Bu yerda Abulg'ozixon, Abdullohxon II, Amir Nasrulloh, Abulfayzxon. Amir Nasrullohni chiqarib tashlaymiz. Aynan bu Buxoro amirligiga tegishli. Abulg'ozixon emas, Xiva xonligiga tegishli. Abulfayzxon to'g'ri Buxoro xonligida bo'lgan, aynan bu egallashi Jo'ybor shayxida egallashi Abdullohxon II bilan bog'liq. Xo'p, 35-savolni ko'ramiz. Qadimda Oltoyning g'arbida, so'ngra Irtish daryosining o'rta oqimida yashagan qadimgi turkiy qabilalarni toping. Aynan bu savolni siz kommentariyaga yozib keting. Variantlarda keltirilgan qarluqlar, tohorlar. Kanalimizni kuzatib boring va obuna bo'lib qo'ying. Bu kabi testlarni siz Telegram kanalimdan topishingiz mumkin.